Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Uyur turup kichik tahorat qilish to'g'rimi? Uyur turup kichik tahorat qilish makruh, to'g'ri emas. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi ve sellemning axloqiga zid. Oysha onamizning bir hadisida Payg'ambarimiz sallallohu alayhi ve sellemning qat'iy uyur turup kichik tahorat qilmaganligi, qandaq bir odam Rasululloh uyur turup kichik tahorat qilgan desa, bu xato gap qilgan odam deb qaragan. Bu qandaq holatda desa, normal holatda. Chunki uyur turup kichik tahorat qilgan vaqtda kiyim-kechakka chachrab ketish ehtimolligimi yuqori. Lekin ma'lum bir o'rinda bo'pti. Ya'ni axlatxona masalan. O'ltirman desa, kiyim-kechaklarga nijosat tegib ketish ehtimolligi yuqori bo'lsa, bunda yadicho uyur turib kichik tahorat qilsa bo'ladi. Chunki Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan Payg'ambarimiz bir qavmninki axlatxonasida uyur turib kichik tahorat qilganti deb hadisda kelgan. Bizmi shunga majbur bo'lib qolsak, ashuna axlatxonadek o'ltasak kiyim-kechak nijosat yuqib ketirgan bunda holatda bo'lib qolsa, uyur turib kichik tahorat qilsa durust.